Bugun sizlar bilan J mashinalaridan biri Spark mashinasini texnik taraflarini gaplashamiz. Aynan kapot ichki tarafi va pastki taraflarini ko'rib chiqamiz. Ya'ni qaysi qismiga qanaqa suyuqliklar ketadi, qayerdan to'kiladi-yu, qayerdan quyiladi. Hozir birin-ketin ko'rib chiqamiz. Spark mashinasi odatda ikki xil motor bilan zavod tomonidan ishlab chiqarilgan. Birinchisi 1li motor, ikkinchisi 1.25li motor. Bizani sharoitda 1li motor hisoblanadi. Birinchi bo'lib sizlar bilan mashinani yuragi bo'lgan motor haqida gaplashamiz. Motorga necha litr moy ketadi, qanaqa suyuqlikdagi moy ketadi, mashinani holatiga, motor holatiga qarab aniqlashtirib olamiz. Sparkka 530 Dexus 1 dopuskli ega moy ketadi. 1li motorga biz 4 litr moy quyib beramiz. 1.25li Sparkimizga 3.5 litr moy ketadi. Moyxonaga har bir kelgan mashinani moyini to'kishdan oldin shub orqali moyini tekshirib olamiz. Shub xuddi shu joyda joylashgan bo'ladi. Birinchi bo'lib tortamiz. Birinchisi har doim qaramasdan artib o'riladi, chunki birinchisida aldamchi, ya'ni aldashi mumkin. Ikkinchisida aniq ko'rsatkichni ko'rsatadi. Ikkinchi marta ko'ramiz. Bu yerda mashinani moyini urovingni ko'ramiz. Ya'ni bu maksimumda turibdi. Bu yaxshi, o'rtasi normal holatda. Agar moy pastki tochkadan pastda bo'ladigan bo'lsa, moy minimum holatda bo'ladi. Bu yomon, buni motoristga ko'rsatish kerak. Mashina yoki moy yeyotgan bo'ladi yoki qayoqdandir moy oqayotgan bo'ladi. Endi shub tekshirayotganda moyi qaysi holatlarga e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni moyi urovingni ko'rib oldik. Bu maksimumda yaxshi darajada ko'rsatib turibdi. Endi moyi holati, moy suyulib ketganmi, yo'qmi? Buni qo'lda tekshirib olamiz. Ya'ni vyaskisi yaxshi moyi, keyin kuyganmi, kuymaganmi? Buni hidlab ko'rsak ham bo'ladi. Yo'q, bunaqa hid yo'q, kuygan hid bermayapti. Moy qoraganmi, qoramaganmi? Hozircha holati yaxshi. Mashinani pastki qismiga ham tushib oldik. Bu yerda paddom, ya'ni motor paddomi. Moy xuddi shu joyda saqlanadi. Bu yerda slivnoy bolt bor, ya'ni 15 mmli bolt. Shuni yechish orqali mashinani motoridan eski moyni to'kib olamiz. Paddomni sal teparog'ida moy filtr joylashgan bo'ladi. Uni har moy almashtirishda almashtirish kerak bo'ladi va uni xuddi shunaqa ключ orqali yechilinadi. Bu moychilar tilida krokodil deymiz. Xuddi krokodil bilan eski moy filtrini yechib, yangi moy filtrini xuddi shu bilan qotirsa bo'ladi. O'zi boshqa moychilar ham boshqa har xil uskunalar bilan qilishi mumkin, lekin bu eng qulayi xuddi shu hisoblanadi. Mashinadan eski moyi to'k bo'lganimizdan keyin motorni moy qo'yadigan joyidan xuddi shunaqa apparat orqali havo urib yuboramiz. Sababi motorda eski moydan hech nima qolishi kerak emas, maksimal darajada hamma moyni chiqarib olishimiz kerak. Xuddi shu ishdan keyin tiydan o'sha slivnoy boltni paddollarni qotirib, yangi filtrlarni qo'yib bo'lganimizdan keyin xuddi shu joyda varonka yordamida 1 litrli motorga 4 litr moy quyib beramiz. Endi korobkaga yuzlanamiz. Korobka moy almashtirish qanaqa bo'ladi? O'zi Sparkda ikki xil korobka turi bo'ladi. Ya'ni birinchisi mexanika, ikkinchisi avtomat korobka. Bizani mashinamizda, ya'ni bizani sharoitda bu mexanika korobka. Mexanika korobkani moy almashtirish jarayoni hammasi pastda kechadi. Ya'ni tepada umuman ishi yo'q. Xo'p, bu yoqqa yuzlanamiz. Korobkada ikkita bolt bo'ladi. Ya'ni birinchisi slivnoy bolt. U slivnoy bolt orqali moyni to'kib olamiz. Slivnoy bolt sal teparog'ida zalivnoy bolt bor. Zalivnoy bolt orqali korobkaga yangi moy qo'yamiz. Korobkani moyini har qanchada almashtirish kerak? Bu savol juda ham ko'p va har xil yo'nalishlarga ega. O'zi odatda mana to'g'ri varianti mexanika korobka moyini har 70 ming 80 ming kilometrda almashtiriladi. Spark mexanikasiga 2.5 litr moy ketadi. Bunga 75 ga 85, ya'ni suyuqroq moy. Agar mashinani probegi kattaroq, ya'ni ko'p yurgan bo'lsa, bunga qaraganda sal quyuqroq moy quyilishi kerak bo'ladi. Avtomat korobkaga yuzlanadigan bo'lsak, uni ham to'kib olish jarayoni xuddi shunaqa pastda bo'ladi. Unda ham paddom bo'ladi, pastdan to'kib olamiz. Lekin unga tepa, ya'ni kapot tarafdan moy quyiladi. Uni tepada tushuntiraman. Xo'p, avtomat korobkada prokladkasi bo'ladi, filtri bo'ladi. Uni har moy almashtirganda almashtirish kerak bo'ladi. Avtomat korobkani moyini 80 ming, 70 mingdan emas, balki 30-35 mingda almashtirib olgan ma'qul. Motorga qanaqa moy quyiladi?
o'zi xabaringlar bor, moyi xili juda ham ko'p. Ya'ni sintetik moydan tortib mineral moygacha. 0.20, 0.30, 5.30 to 20 ga 50 mineral moygacha. Endi Spark'ga 5 ga 30 sintetik moy quyishni tavsiya qilamiz. Agar mashinani probegi uzoq yoki moy yeyotgan bo'ladigan bo'lsa, motorist tavsiyasiga asosan o'zgartirish kerak bo'ladi. Ya'ni quyilayotgan moyda sal quyuqroq moyga o'tish kerak bo'ladi. Avtomat korobkaga moy quyilish jarayoni taxminan shu joylarda bo'ladi. Ya'ni moy quyish tepa qismidan boshlanadi. Xo'p, u ham har xil bo'ladi. Endi qaysi korobkaga qanaqa moy quyiladi deydigan bo'lsangiz, 2014-yilgacha ishlab chiqarilgan Spark mashinalarining korobkasiga ATF Dextron 3 moyi quyiladi. Endi 2014-yildan buyog'iga hozirgi kungacha ishlab chiqarilayotgan Spark mashinalarining korobka moyiga ATF Dextron 6 moy quyilishi tavsiya qilinadi. Endi antifrizga yuzlanamiz. O'zi mashinaga antifriz nimaga kerak? Antifrizni vazifalari bor. Ulardan bittasi motor sistemasini suvut berish vazifasini bajaradi va undan tashqari konditsionerga ham juda ham katta aloqasi bor. Agar mashinangizda antifrizingiz kamayib qolsa, salon ichidagi konditsioner salonni muzlatib bera olmaydi. Mashinaga qanaqa antifriz quyiladi degan savollar juda ham ko'p. Ya'ni qizil yaxshimi, ko'ki yaxshimi? Okey, rangida umuman farqlamaydi. Ya'ni rangi ahamiyati yo'q. Eng asosiysi Spark'larga antifrizda G12 dopuskli antifriz quysangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Antifrizni qachon almashtirish kerak? Agar mashinangizga quygan antifriz yaxshi, juda ham zo'r, sifatli bo'ladigan bo'lsa, u bemalol 2 yil mashinangizda yaxshi turib bera oladi. Agar mabodo aynan Spark mashinasiga antifriz almashtirayotganingizda 5 kilo quyilish tavsiya qilinadi. O'zi antifrizlar kiloda o'lchaniladi. Spark'ga 5 kilo ketadi. Antifrizni urovini aniqlash juda ham oson. O'zi idishida ikkita ulangan joy bor. Mana bunaqa liniya ketgan. O'shandan ozgina o'tib tursa, bu urovin hisoblanadi. Bu normal holat. Antifriz utechka sabab yoki ispareniya sabab kamayib turadi. O'shani tekshirib turish kerak. Agar kamayib qolgan bo'lsa, xuddi shunaqa G12, xuddi shunaqa rangda antifriz dalifga qildirib turishingiz kerak bo'ladi. Iloji boricha bir xil antifriz dalifga qildirib yurganingiz yaxshi. Keyingisi bu tormozni jidkost. Bu o'zi nimaga kerak? Ya'ni tormoz sistemasidagi suyuqlik. Odatda kamchilik buni polniy zamin, ya'ni almashtiradi. Bunga dalifga qilinadi. Qachon kolodkangiz yetib kelgan bo'lsa, kolodkani eskisini olib tashlab yangi qo'yasiz. O'shanda ham agar jidkost kam bo'lsa, o'shanda dalifga qilinadi. O'zi odatda yangi kolodka qo'yib bo'lganingizdan keyin ichidan o'zi urovinga kelib qoladi. Keyingisi bu gidrousilитель moyi. Odatda biz gidravlika moyi deymiz. Bu o'zi nimaga kerak bo'ladi? O'zi bu mantiqan o'ylab qarasak, rulimizga kerak bo'ladi. Agar mashinaning ruli qiyin yoki qotib qoladigan bo'lsa, demak, rulovoy moyi yetib kelgan bo'ladi, almashtirish kerak. O'zi odatda juda ham kamdan kam odam almashtiradi. Holatiga qarab dalifga qilib yuriladi. Bunga ATF2 aynan rulovoy moy quyiladi. Moy filtri vazifasi moyni tozalab berish, ya'ni 5000 dan 8000 gacha bo'lgan kilometr ichida motoridagi moyni tozalab, ya'ni axlatini o'ziga olib qolib, motor sistemasiga toza moy yetkazib beradi. Keyingisi bu havo filtr. Havo filtr bu motori burni hisoblanadi. Xuddi shu joyda turadi. Vazifasi motorga toza havo yetkazib berish. Spark'ga salon filtr bardachoni ichki, ya'ni orqa tarafida turadi. Shuni bardachoni ochganingizdan keyin ikkita tarafini siqsanglar, bardachi tushib keladi. Mana filtri. Bitta life hack. Spark'ga birli motoriga Nexus salon filtri tushadi. Mana endi yangi salon filtri eskisini o'rniga shunday qilib qo'yib qo'ysak, o'zi tushadi. Salon filtri qo'ydik. Endi quloqchasini bosib turib kirgizib olamiz. Bo'ldi, tayyor bo'ldi. Salon filtri o'zi vazifasi ichidagi konditsionerdagi tashqaridan olib kirgan havoni filtr qilib, yomon narsalarni o'zida olib qolib, salonning ichiga top-toza havo yetkazib berish. Kolodkani almashtirish jarayoni ketma-ketligini aytib beraman. O'zi odatda balon yechib olinadi. Oporniy diskalardan kolodkani eskisini ajratib olinadi. Yangi kolodka qo'yib qotirib, keyin balonni yana joyiga taqib qo'yamiz. Undan keyin esdan chiqmasin, tormozni 2-3 marta bosib olish kerak, ya'ni perikachga qo'yib olish kerak.
Sababi o'sha yangi qo'yilgan kolodka mashinangizni tormoz sistemasiga joylashib olish kerak, o'rganib olish kerak. Balonni o'ziga keladigan bo'lsangiz, Sparkda zavodskoy 14 razmerdagi balon bo'ladi, lekin bunga 18 gacha qo'ysangiz bo'ladi. Lekin unda profillari yo'q bo'ladi. Unga u yoq bu yoqga qarab, akkuratni haydashingizga to'g'ri keladi. Mashinani orqa sideniyaning tagida topливный filtr, benzin nasos, pampers joylashgan bo'ladi. Pampersni har 15 ming kilometrda almashtirishni tavsiya qilamiz. Topливный filtrga keladigan bo'lsak, uni har qanchadir kilometr yoki har qanchadir vaqtda almashtirish kerak degan joy yo'q. Unda agar muammo bo'ladigan bo'lsa, almashtirib qo'yaverasiz. Endi switch haqida gaplashamiz. Switchning vazifasi injektordan kelgan benzinni iskra orqali mashinani zavod qilib berish. Switchni qachon almashtirib turish kerak degan bo'lsangiz, har 20-25 ming kilometrda almashtirish tavsiya qilinadi. Carlandda shu aytilgan xizmatlarning hammasi mavjud.